Assalomu alaykum. Bizning podkast kuzatuvchilarimiz, bugungi mehmonimiz Jumaniyazov Sarvinoz Germaniyada Ausbildung programmasi bo'yicha, ya'ni kasbiy ta'lim bo'yicha birinchi kursni yakunlab, hozir yana kelgan vaqtlarida vaqt topib sizlar bilan bugun suhbat etishni planlashtirganmiz. Sarvinoz, xush kelibsan. Assalomu alaykum, rahmat. Boshini boshlashda sal o'zingni tanishtirsang, yoshing nechada, nerda tug'ilgansan, nerda shu vaqtgacha yashagansan, Germaniyaga ketincha bo'lgan sal hayotni aytib bersang odamlar. Men Sarvinoz, 20 yoshdaman hozirda. Hozir Ausbildung aytaman, nemis tilini bu yerda Deutsche Akademiyada o'rganganman. Urganchda tug'ilganman. Ishda yashaganman. Germaniyaning qaysi shaharida Ausbildung? Hozir Dresdenga yaqin joyda yashayman. Yarim soatlik yo'li. Chet ellik odamlar ko'pmi? Ya'ni nemislar ko'proqmi? Chet ellik ko'proq. Chet ellik odamlar ko'proq. Tushunarli. Qaysi yo'nalish bo'yicha bo'lib turibdi kasbiy ta'lim? Pflegefachfrau meniki hozir. Ya'ni meditsina yo'nalishida. Meditsina yo'nalishi. Xo'p, meditsina yo'nalishini birinchi kursini tugatding. O'zincha yillik programma. Общий 3 yil. 3 yil. 3 yil o'qish ham ish bo'ladi. Praktika bilan o'qish bo'ladi. Orasida masalan 2 hafta o'qish bo'lsa, 2 hafta praktika shuni natib turadi. Ya'ni dang bo'lingan ish bilan o'qish. Shuning. Bu bitirincha shunday bo'ladimi? 2 hafta o'qish, 2 hafta ish. Yo'q, bu har xil bo'lishi mumkin. Masalan, u cho'zilishi mumkin. Ko'proq o'qish, ko'proq praktika yoki kamroq ish qilib shunday bo'lishi mumkin. Lekin bo'ladi. Ko'ri praktika yoki ko'ri o'qish bo'lib ketmaydi. Pauza bilan masalan bir hafta o'qish yoki 3 hafta praktika bo'lib shuni almashib turadi. Birinchi kursda qaysi ko'proq bo'ldi? O'qish ko'proq bo'ldimi, praktika ko'proq bo'ldimi? Birinchi yilida ko'proq o'qish bo'ldi. Bizlarga teoriya o'rgatish uchun. Ausbildung kasbiy ta'lim bilamizki, biza 2 yerda bo'lib o'tadi ko'pincha. Ya'ni birinchisi teoriya, nazariya o'rgatiladigan o'qishda, ikkinchisi ishxonaning o'zida. Ya'ni sizlar shu ishxonaning o'zida real holatda ishlab yurgan ishchilarning yonida yurib, shular aytgan vazifalarni o'rganasizlar. To'g'rimi? Lekin hali bu darajada sizlarga mas'uliyat yuklatilmaydi. Yo bir xil mas'uliyat yuklatiladi siz. Yo'q, bu darajada bir mas'uliyat qo'yib qo'ymaydilar. Bizning yonimizda yuradilar har doim. Masalan, shprits nasishda yo ukol urishda, insulin avashning, masalan, sag'ir o'lchashda yonimizda turadilar har doim. Boshida o'rgatadilar, keyin yonimizda turadilar kuzatib. Nechun bu savolni berdim? Hozirda ko'p ota-onalar kelib turgan bolalar shuni qo'rquv bor. Germaniyaga kasbiy ta'limga borgandan keyin, ya'ni borgandan srazu ham praktika, ham nazariya boshlanib ketadi, teoriya bilan praktika. O'sha vaqtda srazu ishchilar bilan bir ishga tashlab beradilar. Iman keyin obtirab qolishim mumkin degan narsa bordan. O'zingdan chiqib bo'lgan aytib ber borganingda. Menda boshda kultur shok bo'ldi. Masalan, bizda pflege ham yo'q, koreyalar uyi yo'q. Bizda hozir boshida shu koreyalar uyina borganmiz, to'g'risini aytavering. Keyin esa menda kultur shok bo'ldi. Menda masalan, ular koreyalar vanda yashaydi, uydagilari kelmaydidan. Görmeke. Görmek ham kelmaydi. Polностью tashab qo'ygan odamlar ham bor. Bizda yo'q bunday narsa, hammasi kelinglar, bolalar qaraydi. Masalan, shu narsa hayron qolganman. Hozir o'rganib ketdim. Men bu pflege hayımla bağlıqı, ambulant pflege dienstlar bağlıqını yaxshi deb hisoblayman. Nechun yaxshi? Ya'ni nechun uydagilar qaragandan ko'ra professionallar qaragan yaxshiroq? Shuni sal to'xtalib o'tsak. Chunki har doim ular nazorat ostida bo'ladi. Kasali bor, sog'i bor, bechara bor. Har doim shu masalan vaqtida ovqat beradilar, davralarni beradilar, insulin uradilar. Har doim vaqtida bo'ladi. Yodimdan chiqib, yo ishim bor, boshqa deb qolib ketmaydi. Uydagi masalan urushlar ham bo'lishi mumkin-ku, masalan, vaqtim yo'q deb turib bir-birini urushib. Bechara keyin koreyalar ham qiyin bo'lib qoladi. Tushunarli. Bu narsa o'zi men eshitganman. Bitirgandan keyin faqat koreyalar uyida, balki klinikalarda ishlasa ham bo'ladi. Shundaymi? Buni nalari ko'p. Agar o'qishni bitirgandan keyin любой joyda ishlasangiz bo'ladi. Masalan, klinika yoki psixiatriyada любой joyda ishlasangiz bo'ladi. Shu o'qishni bitirsangiz. Qaysi yo'nalishga qiziqtirsiz? Men psixiatriya. Sabab? Chunki menda odamlar bilan ko'proq kommunikatsiyangiz bo'ladi, ko'proq yordam bersangiz bo'ladi, gaplashib. Shu sababdan. Tushunarli. Kasb o'zi shu yo'nalishni tanlashingdan maqsad
Nausu kızık tüyüldü başında. Maksadım şu adamlara yardım beriş. Adam muhtaç adamlara mehr bir nerse muhtaç adamlara yardım beriş. Yani sosyal tamamlama. Ava. Adam rojlangansa adamlar bilen birge işleyecek adı. Adamlara yardım deyişi, adamlara kaysidir hayati vaziyetinde yardım bersen özüňni ýaşy his edesen. Ava. Düşünerli. Evvelden Muhammed'e bu ya Germaniýa getiş payda bolgandan keyin payda boldum. Doğrusunu aytsam, özü aslında stewardessa bolajak edim. Umuman bu meditsina sahasyna kızykışym ýok edi. Şundan keyin geldiler, şunu okuşpay getsen yür dediler. Şoňa nemis dilini bilemän dep durup, sразу giderdim. Bargandan keyin ýakdymy? Ava öýdegiler lekin başta sel karşılık görüşdiler. Germaniýa uzak, bizden uzak ýürsen dep. Keyin ýakdy, bargandan keyin ýakdy, hemmesi adamları köpçülik aýtady ýaman dep, lekin o nimmes. Umuman berden karaganda kaýta stressden bir uzakrakda adamlardan ola. Kaysy manada? Meselen berde stressli bu biridik o adamlar. Stresli degeni neçik nawusunda tüýildi sana şundan. Şöyle çünkü. Näçe birin adamlary stresslirak görünüp durdy, ýa adamlar stressizrak. Berde bilmem bir-birini eşitip bilmidimi. Aha. Şunrak bolgan üçin stressde bolady. Ýandakala bir-birini eşitip, gepleşip, nobut tutdy, düşündirip berdi. Şikilipden şuna. Meselen praktika wagtda, okuş wagtynda menden soraýdylar, "Nawuny düşünmeýän bolsaň, sразу aýt düşündiremiz." Meselen men karap dursam, "Kara ina bunu men etdim, çünki şunu bolady" dep düşündirdiler sразу. Yani özleri örgetişe moýal köp nerseni. Soraşyň şert emas. Şu üçin meselen olymanki stressde onin ýürmediler, çünki bir-birine düşündirip, eşitip bilediler. Yani kesip örgetiş könükmeler ýaxşyrak rowajlangan diýeksen. Özüň sorap ýürüşiň şert emas. Bu neçik bolady dep saňa gelip örgetedi özlerinden bilip. Özler. Düşünerli. Germaniýa getiş goýasy özü kaçan peýda bolgan? Şu ýokudan keyin. Ýokua barkende. Lisede okup berýän wagtlaryňyzda bir aýlyk ýazda grant boýunça Germaniýa barıp geldiler. Keyin Germaniýa ýakdy. Yakkandan keyin şu barasym ba dep durup keyin oýlap bireredim, lekin bir naw saha ýa naw okuş boýunça geçişini bilmesedim. Ausbildung näse nerden geldi? Varianty? Şu bergenden keyin bere okuşny görsetip gelenden keyin şunu okuş ba dep durup sizden keyin maslahat soradym, şöyle getsem ýaxşymy, işançlymy dep. Şundan keyin paýda boldy, lekin aslında urduga tapşyrjak edim. Kaysy tenlaw ýaxşyrak eken? Ausbildung. Germaniýa getiş ýaxşyrakmy eken? Hazyr şu wagtda momentde gaýtykkanynda urduga tapşyrmas eding beribir. Germaniýa gitken bolar. Значит, dogry karar bu. Özüň aýtkanyňdan üýdekiler karşı boldy. Bizlere şu tema kızykrak. Yani hazırda köpçelik kızlar Germaniýa gitesi ba, Ausbildungamy, okuşamy, magistraturagamy fark ýok. Lekin bilemizki köpünçe öýündekiler karşırak bolady. Şunda esa kız bola onu epeşleş gerek, ýanynda tutuş gerek, saklaş gerek, gözüň elde ýürüşi gerek diýen goýala ba. Öýdekilerini jep köndirdiň, öýdekiler pişaýma etmedimi ýörgenine? Öýdekiler pişaýma etmedi ýörgenine. Men bulany köndirip bildim, çünki prosta şu wagtdaça ýaxşy bir terbiýe berilgenden maňa meselen bir kanunyny ýa aýtgan gepini netmegenmen. Öýdegilerni meselen çykma diýen ýere çykyp ertege diýende ertege gelip bergenmen. Näçe şunu mence şu sebepden ýörüp bilgenler de bolýar. Şunun üçin şu wagtça işanç jogatylmaýar. Endi bir andan işansak bolady dep. Lekin özüň aýtdyň, başda bäp karşylyk görsetdiler. Nawu dep köndirip bildiň. Şu momentinde yani ýok dep turadylar-ku. Keyin ýaxşy boldy, baraber berediler-ku. Aşy naw boldy. Esasy argument naw. Bilime apam köndirip berdiler. Sen apan köndirdiň, apan keyin köndirip berdi. Zor klassik rejim işlidi on. Значит, üýdekiler hazyr hursand. Şan dürgeningmen. Pişaýma etkenler ýok. Ýok. Düşünerli. Gitişden elden en korkkan nerseň? Men kütgenim bolmasana diýen sowal. Meselen, adamlar maňa ýaman münasebetli bolsa, ýa men nemis dilini ýaxşy geplep bilmesem, ular düşünmese dialekt bilen, şuny nerseler kynarady meni. Neçik boldy? Bardym, hemmesi ýaxşy.
adamları qayta məni minətib əpəşləb yaxşımısan, nə gərək padarkalar gələrədilər hər həftə. Oquşsa gələ, nələ, şu direktorimiz Valik, Frau Valik deyən nə ba, direktorimiz var. Şu hər daim padarkalar bərib, yaxşımısın deyib, hər daim sorab, məclisdə ötürüb, nə kəmçilik botdurdu. Qayta yaxşı ekan demənlə, indi əpəşləb bir mehman deyib. Tushunarli. Til qo'rquvi nechatdi? Yetarlicha bilasanmi ekan nemis tilini? Bizə Hochdeutsch öyrənganmiz. Yəni ədəbi nemis tili. Ədəbi nemis tilini və dəsə dialekti var. Məsələn, bizə Toshkentçəni öyrəngan bolsaq, bəndə Xorazmcha gəplənirdi. Bu da şuning, başladım, qiynaldım. Tez gəpləb bərəmə işini keyinroq уже öyrənib başladım. Yarım ildən ötüb durub. Özümü üşənib gəplədən boldu Xorazmcha. Germaniyani 80% joylarında shunning. Men ko'p bizani bitirib Germaniyaga ketadigan odamlara yoki endi o'rganmay kelgan odamlarga aytaman bu narsani. Nemis tilini nechalim darajada o'rgansang ham baribir sheva degan narsa bor. Uni to'g'ri aytding. Men shunday tushuntiraman. Ya'ni o'zbek tilini o'rgangan odam adabichada o'rgangan bo'lsa, keyin Xorazmga kelib yashaganning bo'lib qoladi. Xorazm shevasi umuman boshqacha-ku. Shuning uchun bitta vaqt kerak bo'ladi deyman. Baribir любой yerga borganda shuning bo'ladi. Sal shevaga ko'nikishingga vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, hozir tushunasan shunda? Men o'zim borgandam shuning bo'lganman. Biz Baden-Württembergda edik, Stuttgartda. Bu yerda bir 30% narsasini tushunar edim o'zim. Söylab turganlarında. Bir 3-4 aydan keyin lekin politsiyada olib ketganman. Qancha vaqt ketdi? Yarım yildan ketdi o'xshaydi. O'zim ham gaplab beraman, "Ha, bu nima deb gaplidan bo'pmi?" dedilar. Tushunarli. Qo'rquvlardan qurishi bo'lgan. Borgandan keyin kutganim bo'lmasa, til qo'rquv. Ikkisi ham lekin yaxshi bo'lib chiqdi. Yaxshi bo'lib chiqdi. Tushunarli. Xo'sh, nemis tilini qachon o'rganib boshladingiz? Nemis tilini o'rganib boshlaganim 7-klassda o'xshaydi, adashmasam. 7-klasslarim. Hamza 8-maktab. Nemis tili darslikda bormadi, maktab darslikda? Darslikda o'tib yurar edik. Men bilan bir balani ustoz saylab oldidan, "Sizlar yaxshi harakatlaringiz bor nemis tiliga" dedidan, nega odamlar yanına apart tashladilar. Keyin biz hayronlar bo'lib turib, xabarimiz yo'q. Nega odamlar keyin o'rgatib boshladi. Men nigar adamlar yanında kaldım, öğrenip bu bala get kaldı İngilizce. Bilmem kıyında bo'ladimi, lekin men nemis tilini o'rganganimga pushaymondim. Men Germaniya talaganimga pushaymondim men hozircha. Bu vaqtda, ya'ni sizlarda o'zlaringizda xohish bo'lmagan hali. Nemis tilini o'rganasin bog' deb. Prosta o'qituvchilaringiz yo'naltirdi sizlarni. Prosta shunday yaxshi o'rganib yurdim men. Maktabda. Shu vaqtlarında til o'rganish mo'adim yoqaradi. Rus tili, ingliz tili, любой bir tillarni. Nemis tilini o'rganish başında qiyin bo'lganmi? Başında qiyin ko'rinadi. Yig'laysiz. Keyin o'tib ketadi. O'tib ketadi. Ya'ni keyinchalik qiyin bo'lmaydi u. Yo'q, keyinchalik yo'q. Boshlab olish qiyin. Tushunarli. Xo'sh, nemis tili o'rganishda eng qiyin narsa nima edi? Общий protsesni olib qarasak, boshi, o'rtasi, oxirgi darajalarda eng qiyin narsa nima? Eng qiyini shu menimcha so'z yodlash, almashtirib bermaslik, keyin grammatika. Значит, hamma narsa. Aman shuning. Hamma narsa. Nechalim vaqtda odam agar jonli girishsa, Ausbildungga yetadigan darajaga chiqish mumkin. Nechalim vaqtda 1,5 yil da bo'laman. Chunki уже nemis tilini oddiy bir salom, yaxshimisan degan bilan Germaniyaga borib bo'lmaydi-da. Va ana barasdan keyin seni tushunmaydi, sen ulan tushunmaysan, depressiya bo'ladi. Nisha birman bedada. Shu uchun yaxshilab o'rganib ketish kerak. Qaysi darajada o'rganib borishni tavsiya etasan Germaniyaga nemis tilini? Bu ikkida bo'laman. Ko'p odamlar bu bir olib ketishga harakat etib yuribdi-da. Men ham aytaman. Yetarli emas, borgandan keyin qiynalasizlar deb. Germaniyada boshqa tilda gaplashadimi odamlar? Yo'q. Kur nemis tilida. Kur nemis tili, boshqa tilni pisand etmaydilar. Boshqa tilda gaplab turgan bo'lsa, minat qaraydilar. Angsasini qaltirib. Biz tushunamiz-ku degan bir gapda, nechun biz ustimizdan gaplab turmisan degan ma'noda. Ko'p savollar tushib boshlagan. Oxirgi vaqtda ingliz tili bilan ketsa bo'ladimi nemis tili deb men yo'q deb javob beraman. O'zi haqiqatda shuningmi? Ingliz tili bilib borib, gaplashib bilib, o'ng'ishib yashab berganlar Gördingmi shunday? Men ingliz tilida lekin gaplashib yurgan odamlarni ko'rganman. Masalan, bizning o'qishimizda bor bir
indis qiz. Hindistonli. Hindistonli qiz bor. Bir ingliz tilida domla bilan gaplashadi, lekin ingliz tilini ham yaxshi bilmaydi. Uncha bir narsa savol bersa, deydi. U bo'lmaydi. U narsa hammani angsasi qotadi. U ingliz tili bilan borib bo'lmaydi. Ko'ra nemis tilini qabul etadilar ular ham desa. Endi borgan vaqtingda, birinchi oyda ko'nikish oson bo'lganmi, qiyin bo'lganmi? Boshda qiyin bo'lgan, masalan, yo'l topishda, o'qishda, praktikada qiyinroq bo'lgan. Ya'ni moslashish deganda O'zbekistondan chiqib turib, Germaniyada hayot boshlab tursan. Plus birinchi oy. Avval ham ko'proq vaqt, o'zim men boshqacha aytib so'rayman buni hammadan. Avval ota-onangdan uzoq muddat отдельно yashab ko'ryapsan? Yo'q. Qiyin bo'ldimi? Yashab ko'rganman. Shuning uchun qiyin bo'lmadi. Shuni aytmay tursan-da. Hamma birinchini ko'pincha savol bersam, birinchi shuning dedilar. Ota-onamni dimsog'andim dedilar. Keyin sraz aytaman. Значит, yashab ko'rmaysan. Germaniyaga ketincha uzoq muddat ota-onangsiz. Sen aytib tursan, yashab ko'rganman deb tursan. Yashab ko'rganman. Bular chet elda bo'lgan, men bu yerda qolganman. Yashab ko'rganman. Bu yashab ko'rgan bo'lsa ham baribir sog'inch bo'ladi. Oilani sog'inch bo'ladi baribir ham. Chunki yonda bir o'zingiz qolasiz. Yaqin odamlaringiz bo'lmaydi menda. Ya'ni yangi tanishlar hammasi. Praktika, teoriya bo'ldi. Endi doğru putешествиялар ham bo'lib turadi, lekin u baribir oilani o'rnini bosib bilmaydi. Bundan ham putешествие chiqqaningizda vijdoningizga qiynaladi. Necha yonimda opam bilan dedam yo'q, oilam yo'q deb. Ko'nikish protsessini qiyinchiligi, ya'ni faqatgina yo'l topish, o'qishni sal qiyinligi bilan bo'lgan. Ovqatdagi farqlar, ob-havodagi farqlar unchalik qiyin bo'lmadimi? Ob-havoda ozgina bo'ldi, o'zgarishlar bo'ldi menda. Qaysi tomonlama? Yo'q, uning narsa bo'yicha dim shokda qolmadim. Prosta shu ozgina issiqroq ekan. U masalan sentyabrda borganimizda issiqlar berdik-dan. Bu yerda masalan o'sha ozgina bir sovuq tushadi-ku uning vaqtida. Ko'p odam aytadi, prosta qish nada kuzdan boshlab keyingi yozgacha уже quyosh ko'rinmas почти deydi-da. Şöyle şok etti. Bir de her gün почти quyosh bor-ku. Ob-havodagi farq shuni nazarda tutadimdan. Tak odatiy o'qish kunini ichib o'tadi, ish kunini ichib o'tadi. Bir misol. Misol uchun birinchi kun azon, o'qishga ketishing kerak. Kun necha o'tadi? Shu bizda soat 6da agar praktika bo'lsa, soat 6da shu borishimiz kerak, va unda bo'lishimiz kerak. Ishda. Praktikada shu soat 3gacha bo'lamiz u yerda. Bir yarim soat pauzamiz bor. Orada. Ovqat yeb olish uchun. Keyin agar o'qishda bo'lsak 7:45 da boshlanadi o'qishimiz. Bu har xil bo'lishi mumkin. 12:45 gacha bo'lishi mumkin o'qish yoki 3gacha bo'lishi mumkin o'qish. Buni aldi raqam yo'rib berishlar mumkin. Ikkisini obedgacha. Ertaroq boshlanadi, obedda tamom bo'ladi. Obeddan keyin polni bo'shmisizlar? Qo'shimcha ishlasa bo'ladimi? Meni jobda bo'ladi, lekin topish qiyinroq sal. Nechun? Может, men sal chetroqda Pulsnistoya shahrida yashaganim uchundir, bilmayman. Men topib bilmadim lekin. Topishga harakat etding lekin. Mini job degan narsasi bu asosiy faoliyatingdan tashqari bo'sh soatlaringga ish topish. Oyna necha yevrogacha topsa bo'ladi? 400 dan boshlanadi. Tushunarli. Ya'ni qo'shimcha ish bu. Qo'shimchasi. Obeddan keyin polni bo'shsan. Yaxshimi? Yaxshi. Necha so'rab turibman? Ko'p odam aytadi, dangda boshlaydi-ku. Dangda boshlab obedda tamom bo'ladi. Ko'p odam yaxshi deydi. To'g'ri, ertaroq turishga qiynalaman deydi. Lekin obeddan keyingi kunim polni bo'sh, xalanchim aytib bilaman deydi. Ko'p odam aytadi, yo'q, lutshi kerak boshlasin, kuni bilan ishlasam ham yaxshiroq deydi. Qaysi yaxshi? Meni fikrim erta boshlagan, chunki bu yerda уже ko'ribman 8-9 da boshlanadi-ku. Bu yerda уже полный kuningiz ishda yoki o'qishda bo'lib ketadi. Yo'q shu bilan. Hayotning ma'nosini tushunmay qolib, boshida shu 6da boshlab, masalan 3gacha ishlasangiz, keyin borib aylanib kelsangiz, bitta o'zingizga stressli kundan netgan bo'lasiz-da, aplinknet. Ya'ni erta dangda 6da boshlab, obedda 3gacha ishlagan yaxshiroq. Keyin 9da boshlab 6gacha ishlayman. Keyin praktikamiz kechki smena ham bor. Bu kechki smena 11:30 dan boshlab 8da tamom bo'ladi.
11:30 обедкими? Ava, ebetke. 11:30'da başlandı, geçik 8'de tam. Ava, lekin maňa freelance yakat. Dangda işleşek. Ava, azanky. Ha. Näçe dese ebedden keyin iş bolsa bäbi buňaça uklysan. Ava. Şu bilen yok kin. Ava. Düşünerli. Okuş neçe bolady? Okuşda şu kuruşunun azandan geçece, ebetece. Köp adam aytady, ina meditsina sahasy beraber. Meditsina sahasy bolganlygy üçin okuşda beraber ilmi nemis tili koşulady, isel kynlyk bolady başynda diýdi. Könek gitince. Yani taza terminlerini öğreniş. I plus arada egzamenler bolady, aralıkla bolady, ýekünle bolady. Şol hakkında geplep berseň hiç. Ama başta düm hayran kaladım çünkü bede indi может kesellikler içinde yürümegem üçünmü ben de уже düm bir başkaça fah begriflerini öğrendim. Temele. İlmiye temele ha. Şolarni öğrendim i hazır bez problem aytıp bilemem ulanı. Bunu görsem düşünüp geplep bilemem. Köp adam aytady, ýanda Ausbildung etken bilen Özbekistana barıp turup polni vrachop işlese bolady diýdi. Ausbildungdan kiyinmi? Yok. Yok, bilim derecesi şunun bolady diýdi. Bilim derecesi şunun bolady, lekin o berber doktor dap kabul edilmeydi. Aha. Yani sizler hazır ucu bir pasient koyup berilse, şunu üzleriz perverişlep, ayakka turup bilesler? Bu nerseni polnosy bize etip bilmeslikimiz mümkün, lekin sel karaştırmamız mümkün doktora. Lekin 3 ýyldan keyin şu derecede bolup bitiresler. Ava. Lekin keyin eger Weiterbildung ýa-ki şunu Fortbildung ava şunu ýyla bolsa, bitte neyiz aşadıdan meleke şunu ýaxşy işle birisiki. Hop, iş naus kynrak. Fiziologiski mi ýa-ki psihiski mi? Menimçe köprak psihiski. Çünkü o adamın derdini alastan, size eğer emosional adam bolsanız boldu getdiniz. Ha, emosional adam bolmaslyk gerek. Ava şu jayanbadan özüni üýüzek gidesin derdini, näsini, kesellikini. Şetmeyiz ola bir verestan. Fiziki kıymesin açtı. Ava. Iň şu kesipde ýakkan nerse ne oldu? Iň ýakkan nerse pasientler bilen gepleşişi. Pasientler meselen neden yaxşı adamsan, sen başkalara oxşamysan da indi nemisler köpünçe özünün işini etedi. Boldu indi köpçelik kişi indi men hemmesi emas. Özünün işini etedi. İyi adam bilen gepleşip oturmaydı mesela. Ne boturdun, sen ne günün içi göttü dep. Bolasa yaxşı ekensen dep köpüşünü oturgany kontr beretdim meni. Düşünerli. Men eşitdim yakında şu bizlerin bitiruvchilarymız kız bola boluşuna karamasdan barıp Ausbildung ettirişine karamasdan özlerinden pul arttırıp üydekilerine çem ýertdirdi eken. Öz Ausbildungny okuş wagtynda kesbi tälimni onça köp bermeydi-ku stipendiyatça. Hazır mende 1400 beriladi. 1400 bu уже ikinci kurs ötkening üçünmü? Ava, ikinci kurs ötkenim üçün. Ot şu köp emas. Yani şu özlerinden arttırıp üyündekilere mi verip bitirdi ekenler? Mümkün mü şu işini etse boladan işimizi? Avan. Ben hazır mesela başından başlap şunu etken men. Başından başlap şu üyemi vergen men, özümü indi her daimam ýyňlap bilmeden wagtlarym bolady, özüm näfsimni etip durup. Ýyňlydan wagtlarym bolady, özüm aylanmaka, şu ýep içmekime hemmesine polny ýetedi, artypam kalaşym mümkün. Значит, şunun üçün hem geliş bolsak kesbi tälim, yani Ausbildung diýen nerse ne kimler üçün ýaxşy? Ausbildung degeni bu aslında hemme üçün ýaxşy. Doğrusuna dörün, hemme üçün ýaxşy. Eger hem praktik hem teoriya bir dem alıp azgına okuşdan eger ne temen dese şunu adamlar ýaxşy. Bu hemme saha boýunça ýüridi. Mesela IT boladymı, sen meditsina iş boladymı, stomatologiya. Ava, любой bir ne üçün, saha üçün Ausbildung tapylady. Lekin eger mesela mekanik bar. Avan, lekin eger mesela doktor bolama ya başka bolama dese, studium etken ýaxşy o. Okugan ýaxşy, bakalavr. Düşünerli. Ausbildung'un ýaxşy tarapy bu närseni mektepni bitireden wagtda balla srazu etse bolady. Yani evvel bilmegenmiz bize. Ýa-ki bolmagan o nerseler Ausbildung hakkında bize okugan wagtynda informasiýa bize üçün fakat Germaniýa geçiş üçün okuşa gitse bolady diýen
fikr bor edi. Hozir iloji boricha ko'p bolalara shuni fikrni berishni xohlab turibmizki, ya'ni sen bolalar bo'lsam yo ota-onasi bo'lsam, ya'ni misol uchun sizning bolangiz o'zing aytganingni 7-8 klassda o'qib yurgan bo'lsa, bitirib Germaniyaga yuborish orzungiz bo'lsa yoki o'zining orzusi bo'lsa, Ausbildungga yuborgani yaxshiroq-ku. Misol uchun hech nechta chiqqinchisi yo'q. Borganning bola o'zini o'zi ta'minlab boshlaydi, ma'lum bir kasb o'rganadi ko'p hollarda 90% hollarda bitirgandan keyin ish bilan ta'minlanadi, to'g'rimi? Nachun desa, ishlab yurgan yillaringiz o'zlari sizlarni уже oqqalasiga kelib turibmi? Bitirgandan keyin o'zlarimizda qolinglar deb taklif berib boshladim уже. Уже boshida shunday deb, agar xohlasangizlar bizda ish yasangizlar bo'ladi deb. Ya'ni shuning uchun Ausbildung degani bu kelajakdagi 30 million variant deb ko'rsak bo'ladimi? Misol uchun uydagilardan necha yil rasxod bo'lgan ketinchang? Uydagilardan men olganim masalan viza boshqa narsa uchun вообще 20 milliondan ketgandir, lekin уже сразу qoplab berildim men uni. Uydagilarga yuborib, o'qish vaqtida hali. Avang. O'qish vaqtini o'zida. Men vijdonim qiynalmasin deb turib, сразу уже netib yordam shu o'zimni netganlarim chiqqinchalarimni yuborib netib yurdim ish qilib. O'qish vaqtida uydagilarga pul yuborib bilib, plus o'zingizing ta'minlab tursang, 3 yildan keyin o'qish tamom bo'lgandan keyin nechik bo'ladi unda? Ya'ni oylik nechalim darajada yaxshi bo'ladi? Eng kami boshlanishi 3000 yevrodan boshlanadi. Qo'lingga qoladi. Yo'q, общий. Общийsi. Bruttomi? Brutto. Qo'la necha oladi? O 2000, adashmasam 2000 ning qoladi qo'lima. Lekin u eng boshlanishi. Keyin ko'tarilib boraveradi, oydan ya yildan. Har oy yoki har yil ko'tarilishi. Lekin u giradan ishxona qarab netadi. Masalan 4000 dan boshlanadigan ishlar ham bor. 4000 yevrodan boshlanadigan ishlar ham bor. Hozir men ishlarni yo'nalishdi. Hozir men o'qib yurgan joyim 3000 dan boshlanadi. 3100 mi shuning puldan boshlanadi. Ya'ni boshlang'ich oylik 3000 yevro tashkil etadi. Shunda maktabni bitirib Rossiyaga ketib yurgan bolalarga lutshi 1 yil, 1,5 yil vaqtlaringizni yo'qotib turib, nemis tilini o'rganib, Germaniyaga boringlar. Ma'lum bir kasbni o'rganinglar. 2 yil o'rganasizlar shu kasbni, o'qiysizlar. Bitirgandan keyin 3000-4000 yevro topsa bo'ladi ekan deb maslahat berib bilamizmi? Albatta. O'rinlar chalim ko'p. Topilammi hammaga yetami? O'rinmi? O'rinlar ko'p, hozirgi kunda ko'p. O'rinlar hozir nafaqat o'qishni bitirgandan keyin, balki yana bu yerda ishlab yurgan mesestralar, любой bir shular nemis tilini o'rganib turib, yana barsalar dim kerakli bo'lib turibdi hozir menda odamlar. Tan olinib turibdi. Tan olinib turibdi. 1 yil anerkening atadi. Yangi diplomini tan shuni atadi. Уже bular nastoящий pul topiladi, ular уже сразу anerkening vaqtida ham. Hozir masalan bir odamlarni bilaman, endi qirg'iz bir qiz ekan, mesestra bo'lib turib, сразу anerkening aytib berdilar уже. Ya'ni diplomini tan oldirib turibdilar. Xo'p. Bular qo'ldan oladigan puli 1500 yevro. 1,5 yevro avval. Hali diplomi tan olinmay turib. Diplomi tan olgandan keyin chalim o'sishi mumkin. Bu ko'proq bo'lishi mumkin. Ya aytganimning 3000 yo 4000 dan ishga balandroq bo'ladi. Tushunarli. Germaniyaga ketishni kimga tavsiya bermagan bo'lar? Tavsiya bermagan bo'lar edim. Qiyin savol bo'ldi. Men hammaga tavsiya bergan bo'lar edim. Chunki agar nemis tilini bilsangiz bo'ldi. Menda yaxshi hayotda yashab bilasizdan, nemis tilini bilsangiz bo'ldi. Hozirgi o'rganib turgan tasavvurat o'zingdan, ya'ni litseyda 1-kurs, maktabni oxirlayotgan, lekin nemis tilini o'rganib boshlagan odamlarga qiynalib turgan bo'lsa, nima tavsiya bergan bo'lar? Nemis tilini o'rganishda qiynalib turganlarga ko'proq o'qishni, kommunikatsiya etishni. Chunki kommunikatsiyadan keyin уже o'rganib boshlayverasizdan grammatikda, dur shu yerda xato etdim, men повторить etib bering deb turib, yodlab o'rganib ketadi. Stoyitmi o'zi? Nemis tilini o'rganishmi? Nemis tilini o'rganib, Germaniyaga ketish uchun ko'p odamni sabri chidamaydigan narsa nemis tilini o'rganishdan o'zi. Stoyitmi shu narsa? Конечно. Yana ketib keyin yashash, конечно, unutilib ketadi hozir nemis tilini o'rganib turgan qiyinchiliklar. Agar yana borgandan keyin уже pul topib yaxshi hayotda yashagandan keyin unutilib ketadi bu qiyinchiliklar nemis tilidagi. Germaniyada eng yoqqan taom
Taam. Ben öz aslında mən taamlarını yeyip görmedim doğrusunu aytsam. Aha. Həmməsi köpçülük indi o svinina qoşulğan-ku, çaçka Sosial göç göçündən. bolğan üçün. Aha. Lekin bana yakkan nersesi bu yine bu pfeffer kochen yani. Yani Bize de pulsnista var, şimdi pryanik akşidam, pfeffer kochen o kadar emez, pryanik akşidam bir şirinlik. şirinlik. Aha. Ava, şu yakkan. Ne yiyisle özü köpünce? Biz her günü okat pişiremiz özümüz Özbek okatlarını. Kızla bile. Ava, Dejursa giriş köpüsü. ava. Aa, Şunun. aha. Uzor. Значит, bu taraflama kıynalışı yok. Yok, Karaj kıynalışı detesle, yok. iyi Ava. rastlı okat pişiresle. Hazı neçe kıyısızla özü? Özbekistan'dan. Özbekistan'dan 4 kızımız. Üçüsü bizim bitiruvçumuz. Ava. Ayzada, Laber, ikiyin sen. Ben. Dörtüncüsü? O Taşkentli kız. Koşuluk getip bildiğinizden mi yaşlap? Ava. Yaşaş cayını iş berip durup mu? Yaşaşacağını iş ver. Yani kvartirada yaşayıp duraslaku, turar cayını, işhanını özü berip durup mu ya özleri taptızlam? Yok özü tap bergen, özü srazu bizlere gitmesimizden eldin, dogovor vergen, şunu kvartirada yaşaysa, şunu pul tölenedi. Bu özü tap beren üçün menimçe kemrak pul töreseyizle gerek öyle. Kemrak pul Adadiden göre. Birge yaşaysam özü, dört izem? Ya yakayım mı prosto? Yok, mesela ben Taşkentli kız bilen yaşasam, eldimde Ayzada bilen Laber yaşaydı. Prem doğrumda. Ava. Значит, почти bir zede yaşaysılar. Peşti bir. Düşünerli. Germaniyada en gerek boladan nerse her günü. Navusuz köşeye çıkıp bu muydu? Nemis dilisiz. Ne istiyorsunuz? Pasport, Aha. Deutsche Ticket, Yani karta, pul, şu nerseler bilen. Deutsche Ticket bu проездной deyin nerseden. Şu. Germaniyada любой transporttan faydalanış üçün общий bir bilet. Her ay pul tolanады. Bir aylık. Köp adamla zontik deydi. Zontik, любой vaxtı yağmur yağı veriş mümkün. Şunu. Rükzak deydi. Rükzak. Krem dediler. Aşılarını, значит, nemis tilisiz. Köşeye çıkıp olmaydı Germaniyada. Çünkü nemis tilini öğrenişe kette yetibor veriş gerek. Düşünerli. Bir yıl oldu Germaniyada yürgenine şunda. Peşti bir arım. Kaçandır şunun vaziyet oldu mu? Ne için meziyet etme bu iş ne? Yok. Bulmadı onu. Şu bir bulup durar edi. Indi mesela Özbek şu ailemden gitkenimni. Sağınç boğan üçün. Nemis dilini de bir Germaniya dep mesela. Prosta şu ailemi sağındım dep durup mesela barsam mekan dep yürüymen. Lekin bir otpusuk doğru gemiydi yani kanikuluz. Lekin Germaniyanın ne için terledim dep netmeyen ben. Otpusuk kanikul deyen yadıma düşüp kettir. Sağın bercek edim. Ausbildung devrinde yine bir yıl bolduku. Bilişim boyunca iştenem otpuska berediler. Resmi işçiler okşap sizlere dem alış. Okuştanam özü kanikul boladı. Beyramlarda, başkalarda, doğru mu? Şunun boladı mı? Şunun boldu mu? Mesela okuşta yürüyen vakti, okuşta mesela Feiertag boladı ku. Beyram. Beyram günleri mesela beriledi. Eğer teoriye doğru gelip kalsa. Yani okuşta okuyup verim bolsan. Praktikada hem şunu Feiertag bolsa, size dem berediler. Lekin общий, eğer otpus kanikul bolsa, общий atıp alınadı. Mesela sen de bas, sen teoriye barmıysan şu için de bunun gap yok lekin. Teoriye hemme barış gerek, eğer teori vakti gelən bolsa. Lekin praktikada otpus koyulsa boladı. Yine misal için hazır yengiler efesku, 21. dekabr. Sizlere hazır iş bot durup mu, okuş bot durup mu? Hazır bize de otpus botuttu. Şu otpuskunu kaysı hazır işte boğalları üçün otpuska berilyen. Praktika vaxtında. Şuraya koyulan sılasılar. Özleriz bilgiledizler mi? İşin vaxtıma otpuska beriledi. Özü aslında bize de emindən bir haftalik ya bir işini beriledi. Bize onu koşturğanmız. Köprak bir yerde yürüyüş üçün. Yengiyle yakın bana cevap beringler. Men şu vaxtda alacak men otpuska bir deseyizler. Şu vaxtı koyup berediler. Özleri ishal etip bilesizler kaçan otpuska alış. Yani köp adam oyladı ki Ausbildungda özü otpuska den nerse yok, yoki kanikul den nerse yok dedi. Men bulara aytaman. Nabarot, okuştan kanikul ba, işten otpuska ba özü ver dedim ondan. Yani köp işletip ya köp okutup atkallar yok ku sizlerin deme. Şunu. Düşünerli. Hoş. Özünden keyin getesi gelip durgan adamlara ne tavsiye edip bilesin? Tavsiye bergen şu nemis dilini yaxşılap öğreniyle. Çünkü ben de adamını düşünüş diyen ya düşüntürüp biliş diyen
gaplar bo'ladidan. Mhm. Agar buni tushunmasangiz, o'zingiz tushuntirib bilmasangiz, o'zingiz ham qiynalasiz, uni ham qiynaladi. Ya'ni tilni yaxshi o'rganishlari kerak. Ava. O'zing nerda o'rgangansan tilni? Deutsche Akademiyada. Boshqalar ham shu yerda o'rgansa bo'ladimi shunda? Ava hammaga tavsiya etaman. Xo'p, kelganing uchun rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Xo'p, yana ham ko'rishamiz deya umiddaman. Katta rahmat.